Assalomu alaykum do'stlar, sizlarni hammalarni tez orada Yaqin kompaniyasining restorani ochilishiga taklif qilib qolamiz. Qani birgalikda ishqalar ko'rib chiqamiz. Restoranimizga kirishinglar bilan sizlarni shunaqangi katta zal kutib oladi. Bu общий zalimiz hisoblanadi. Endi yuqori qavatlarga ko'ramiz. Ko'rib turganinglardek yuqori qavatlarimizda shunaqangi shinam xonalarimiz bor. Dugonalar bilan, oshlar bilan kelasizlarda shunaqangi har xil tug'ilgan kun bazmlarni bemalol o'tkazsanglar bo'laveradi. Do'stlar, bu restoranimiz faqatgina restoran emas. Siz mini to'yxona qilib ishlasangiz ham bo'laveradi. Bemalol kichkina to'ylarni o'tkazib, hamda katta sizlarda bazm dasturiylar bo'lsa, biz tashkillashtirib beramiz, o'tkazib beramiz. Bemalol chiqasa mana terasamizda o'tkazsanglar bo'laveradi do'stlar. Undan tashqari bizning restoranimizda stenka mashina qo'yishdan umuman muammo yo'q. 1 gektar stenkamiz bor. Undan ham tashqari mashina zaryadlash xizmatlari ham bor. Kelasizlar, mashinalar zaryadga qo'yasizlar, ovqatlanasizlar, chiqib ketaverasizlar. Do'stlar, sizlar bilan eng kulminali tochkasiga keldik. Orqamda turgan mana shu o'toqlarga bemalol hoji otani, hoji onalarni olib kelib, taomlantirib ketsangiz bo'ladi. Oilaviy joylarimiz mana shu joylarimiz bo'ladi aka. Ichkarilarni ham bir qator ko'rsatamiz, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Do'stlar, sizlar bilan endi menyu haqida gaplashamiz. Bizning menyuyimizda обязательный o'zbek milliy taomlari hamda turetskiy taomlar, Yevropa taomlari, kavkazskiy shashliklar hammasi bo'ladi. Mana shu ko'rib turganingizdek, baqlajon salatlar ham bo'ladi. Hammasi yesa kerak-a. Do'stlar, shunaqangi ishdan kelyapsiz, miyangiz charchagan, biz mana shasharamiz yonida shunaqangi stollar qilib qo'yganmiz. O'tirib, menyularni bitta ochasizlar, krakatel go'shtdan shashliklar deysizmi? Любой narsa bor, xullas kalom olasiz, yeysiz. Kamiga любомчиgingiz oladigan bo'lsa, mana shunday podrushka qilib mana shu yerlarda ketyapti. Rasmlarga tushib, Instagramga qo'yapsiz-ku. Ko'ryapsizmi, Yaqin kompaniyasi qanaqa restoran qurib bo'lgan do'stlar?